Assalomu alaykum Avtosika obunachilar. Bugun Xudo xolasa 2025-yil 9-noyabr kuni savdomiz 4 yildan kelgan Atabek bidatimiz. Atabek aka 2012-yil ishlab chiqarilgan Spark'ni berdik. Toza motor, rodnoy kraska, 160 ming probeg. Necha so'mga baraka bo'ldi aka? 63 milyon so'm bo'ldi. Savdodan ko'nglingiz to'qmi? To'q, rahmat. Mashinadan ko'nglingiz to'qmi? Rahmat. Ovul eldagilar, qo'ng'ishovolar kelaversinmi? Ko'meklarni ko'rib keldingiz. Rahmat, aydi mashin, gap yo'q mashina. Ha. Boshqalar ham tavsiya qilaman. Bag'atdan ko'rib keldingiz. Bag'atdan ko'rib keldim. Men Bag'atdan ko'nglim to'lmadi. Kelib yine bir o'zimiz beruvchi mashinalar yaxshi ekan, shudan kelib olib ketmayman. Naqd, avtokredit, barter xizmatlarimiz bor. Avtositida xizmatlarimiz kelaverasizlar. Mashinalarimiz ko'p, xudo xolasa. Kimga shunday mashinalar kerak bo'lsa 90 dan 420 0035 raqamga telefon etsa xulasa bundan zo'r mashinalar kelsa barterga reklama etamiz YouTube'ga. Teshkirdi bo'lsa xulasa 2015-16 yil mexanika korobka, kraskamiz minerda bor, bo'lg'ani boshqa rodnoy, elde arqa butun, ichi ham butun, ustiga o'tilmagan 100 milliondan qaytiladi kelishadi do'stlar. Qaytib qolgan bahomiz kelaversa. Shu nomerga telefon etinglar. Bana bo'lsa ertaga obzor etib beraveraman. Sağ olasın, salomat bo'lsa do'stlar. Mashinamiz sotildi. Bundan boshqa mashinalarimiz ham bor do'stlar.